Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Mana yana bizning murojaatimiz mana O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Nig'matilla Yo'ldoshev va Svetlana Artikovani oldiga keldik mana. Biz hozir ish joyiga keldik. Biz ish joyiga kelib mana aqralardan so'rasak, bize aqralar aytibdi, ular ishga kelmadi deydi. Mana Svetlana Artikovani chaqirib bering deyapmiz. Bizim murojaatimiz bor. Men bu prokuraturani ustidan arz qilganimiz uchun ya prokuratura biz ichimiz qisqanidan kelganimiz yo'q. Men bu prokuratura Nig'matilla Yo'ldoshev, sizga murojaatimiz. Men bu Qo'lastinchidagi xodim, prokuroringiz, men bu Yashnobod tergovchisi Ilhom Tursunovni chiqargan qarorini u protest keltirmadi. U ko'rib ham chiqmadi. To'g'ridan to'g'ri sudga o'tirib u Yashnobod tergovchisi nima ayb qo'ygan bo'lsa qo'ygan, uni biror marta tekshirtirmagan. Biror moddasini ham qo'llab-quvvatlamagan. Mana shahar sudida 3 ta Yashnobod tergovchisini qo'ygan moddasini olib tashladi. Bu tergovchisi xohlaganini qo'ygan, prokuror buni tekshirganda tergovga qaytarish kerak edi buni. Tergovga qaytarish kerak edi, o'zi tergovdan chiqib ketish kerak edi. Men bu Qo'lastinchidagi xodim prokuroringiz umuman ko'rmagan. Biz sizni mana qabulingizga bir 3 yildan beri qatnaymiz. Biror marta siz bilan uchrashmadik. Men bu Svetlana Artikovani chaqirib berdik, bizlarni haydayapti. Bu O'zbekistonning o'zi davlat qurib bergan bino bo'lsa, binoni oldida turma deydi. Bu yerda Svetlana Artikovani o'tirmaydi deydi. Ama idorasi bo'lsa, ish joyi bo'lsa, qayerga o'tiradi? Biz qayerga boradi? Nig'matilla Yo'ldoshev. Sizdan iltimos, prezidentimiz, hamda sizga men bu Qo'lastinchidagi xodimlarni o'zingiz bir kontrolga olishingizni so'raymiz. Mana anchadan beri murojaat chiqaryapmiz. Ko'rmagan bu, Yashnobod tergovchisini chiqargan qarorini ko'rmagan. Umuman baho bermagan. To'g'ri sudga o'tirib olgan buni. Bu sudga o'tadigan birorta moddasi to'g'ri kelmaydi qonunda. Umuman. Mana 165-moddani oldin ham aytganmiz. Bir to'da shaxs deyapti, bir to'da. Hali ham topgani yo'q. Sizdan iltimos. Ularga bir qonuniy chora ko'rib berishingizni so'raymiz. Nig'matilla Yo'ldoshev, men bu Svetlana Artikovani mana Hazır 12 bo'ldi, aybet bo'lib ketadi. Yana kutib o'tiramizmi? Qachon keladi? 5 minutda ado bo'lmaydimi? 5 minut. Boshqaruv prokurori. Ha, boshqaruv ismingiz kim? Biz shunga haqiqatan murojaat qilib shunday gapiramiz sizga. Qog'ozi bor. Qana? Hozir mana sizga boshqaruv qo'lim tegsa. Ana shunday desam, men kimlarga gaplashganimni bilmasam, bilishim kerak-ku. Va aka. Mana shu turmaydi. Butun bizga Svetlana Artikova kerak nima kerak edi bizga? Bo'ldi, shu bo'lsa bo'ldi. Bizga shu bo'lsa bo'ldi aka. Tergovni nimaga 7 oygacha o'zgartirdi? Men bu Yashnobod tergovchisi Ilhom Tursunovni qarorini bu jinoyat ishlari bo'yicha prokuror bormi birinchisan? Birinchisan bor. Kim? Shu o'shami uchrash kerak? Yo'q, endi ichki ish tuman prokurorining o'zi bo'lsa, so'ngra yuqori prokurori uni shaxsan tuman prokurori. Siz hozir bilan norozimisiz? O'zidan terrorchi ham 165 qo'yilmayapti. Terrorchi ham 1 yil beryapti. 1 yil bersa beradi. Terrorchi. Yo'q, bu boshqa hujjat deyapman. Men tushuntiryapman sizga. Tartibman birovga sudyalar ham o'shanga qarab ish ko'ryapti. Qarang. Tergovchi Qozog'istonga o'tib ketdi, Afg'oniston fuqarolarini bir to'da guruh bo'lib deyapti. Uni Zagreb pasporti bo'lmasa, Qozog'istonga o'tmasa bu tuhmatga qarang. Buni boshida prokuratura turibdi. Men o'zim qirshovat qilaman degan maqsadda. Bo'lmasa buni sud qaytarish kerak, tergovni boshqatdan o'tirish kerak. Qanun guruh qani. Tursunov degan ham yangi tergov kimi bor? tergov tugab sudga o'tdi. Suddan ham norozi. Qaror oxirgisi qaysi edi? Shahar sudi endi oliy sudga o'tadi. Shahar sudi endi Oliy sudga o'tadi. Oliy sud shahar sudi ham ko'ryapti hozir, taftishda bo'lyapti. Yo'q, bu tergovchi noto'g'ri tergov qilgan. Shuni tergovchi norozi bo'lib kelyapti. Agar sud tergovchi norozi bo'lgan bo'lsa, sud ajabini chiqarmadimi? Sud chiqarish kerak. Hujjatlar bo'lsa, yuring, turib chiqaramiz. Hech kim kelmaydi. Qabul xona nari binoda. Men shu yerda ekan, Svetlana Artikova shu yerda. Artikova ham nari binoda o'tiradi. O'zini chaqira olmayman, sabab qonun bo'yicha uni qabul kunlari bor, qonun ishidimi? masalasi bor. Yo'q, tergovchiga nimaga bosim berdi? Prokuratura aniqlash kerakmi? Qonun bo'yicha. Ko'chada hozir ishingiz bitmaydi. Tegishli tartibda hozir qabul qilib gaplasha olamiz. Xohlasangiz.
Agar yo'q, mana shu men to'polon qilaman. Ya biz to'polon To'polon qilayotgan biz haqiqat izlab keldik. To'polon qilib biri bilan urushga kelmadik. Hamma qabul narigi binoda bor. Qolasa yuriydi. Bemalol. Bizning masalamiz Svetlana Artikova bilan uchrashmoqchimiz hamda Nig'matilla Yo'ldashevning o'zi bilan uchrashmoqchimiz. U bizni 3 yildan beri keladi, 3 yildan beri komandirib keladi. Energetika bo'yichami? Bizning masalan shu prokurorlar ishlamaganda men bu prokuror ish haqqi emas, sudning qarori bilan tergovchining qarori, prokurorning qarori. Prokuror men bu Yashnabat tergovchisining qarorini ma'qullab sudga chiqarib yuborgan. Noto'g'ri qarorni ko'rmagan, delani ochmagan. Yashnabatnikini chiqarib yuborgan men prokuror. Dom nima qiladi? 165-modda o'z nimasini pulini talab qilgani uchun 165-moddani qo'yib yuborgan. Ayb yo'q, nimasi yo'q, 160 ekan bo'ladi. Yo'q, biz u ziddaniga 3 yildan beri boramiz, 3 yildan beri. Erta bir namoyishdan chiqmasa, quruq gap. Bizga Svetlana Artikovna kerak, Nig'matilla Yo'ldashev kerak. Ha, biz chiqsin, bo'lmasa chiqsin, keyin boramiz. Meyazlarga 1,5 yil bo'ladi. Hozir bu yerda 30 odam, bitta odam boradi. Boradi, hozir ko'radi, ko'zi bilan ko'rgandan keyin biz 30 tamiz boramiz shu yoqqa. Bo'lmasa bormaymiz. Bor, go'rqa ketgan. Nima? O'zi tushar ekan. Biz bu binodan bizni bu yoqqa yubordi. Svetlana Artikova tushar ekan. Yo'q, mana shu Svetlana Artikova tushar ekan. Chaqirib bering, bizni bu yoqdan narigi binoda bu yoqqa jo'natdi. Keyin beraman, tushadimi shu yerga? Ha, bo'ldi, chaqiring kimdir? Nasıl şansdan mı? Ha? Yok, az bir adam telefon buldu yani. Yok. Şunda bu yakta az bir bir yakta telefonda bir test telefon buldu. Şöyle keser Svetlana Artikova düşer diye. Olmazsa bir şey bir yakta kayıp gider misin? Düşerdi mi? Ya elde de uyardı var bu zaten. Düşmese mesela kayıp nereye bina varamız? Komanda düşerdi mi hiç bilmiyorum. Ya bu yakta bar kirip bu oluşu kirip 70 metre kirdim yukarıya. Yok, hapiste çıkmadım. Saatini çıkmadım. Karalar hemen gitti. Şu mümkün mü? Bize demese gerek. Bari şu yakta. Yani düşmese varıp kayıp varamız elde biz bizden de. Bize müracaat etken geldik onunla. Onu hatta hareketlerden neysiz? Olmazsa kayıp gidiyorlar mı? Sen de telefonda yaklaştı bir Afgan'a. Bize kütürüldü mü ya? Ne yapayım? Komanda kimde düşerdi mi ya bize kötü oluyor öyle. Birilerine bağlayabilir mi? Sen yerde Svetlana Artikova'nın gözü düşerdi. Bari bu prokuratörden, bu bölümden bir yaptı yönettik sen mi? Prokurorga telefon qilib, qora qabul qilib, deyishga vakolatim yo'q meni. To'g'ri tushun. Hurmatli qora. To'g'ri tushun. Bizni erkaklar chiqishdi, haqqi qo'lga oladi, yo'l boshqa narsa qilmaydi. Kirasana qabulxona tashkillashtirgan. Kirasiz nima? E'tiroz Shunday kuni bilamiz. talab qilasiz ichkariga. Ro'st yoqdan yubordi. Svetlana Artikova'nın o'zi tushadi deb, tushmasa qaytib boramiz shu. Qarab turing, so'rang. Ichkariga. Bize mana keldik bosh prokuratura, mana Svetlana Artikova tushadi dedi. Tushgani yo'q. Biz bo'lmasa narigi binosiga ketdik. Aka borib keldik, bizani elde turib qaytib keldik ko'chada. Bizani nima qiladi u elde bizda? Bu yerda shuncha odam, yosh katta odamlar bor. Borib qaytib keldim, chaqirib bergani yo'q. 15 minut turib ko'chada isitdi. Bizga mamlakatga Svetlana Artikovani chaqirib bering, boshqasi borib ko'chada sarson bo'ldik. Mana bizning murojaatimiz prezident sizdan iltimos, hammaga ochiqlik bo'lsin deyapsiz. Shaffoflik Hammaga shaffoflik deyapsiz. Hammaga kamera bilan bo'lsin deyapsiz. Kamera bilan Kelishamiz desak? ol degansiz. Hech kimni
kameraga to'sqinlik qilishga haqqi Haqqi yo'q yo'q degansiz. degansiz. Mana milliy gvardiyalar ham kelibdi bizga yordam bergani. Yo'q, biza o'g'irlik qilganimiz yo'q. Biz yo'q, biz o'g'irlik qilganimiz yo'q. Bizga mana qo'riqlashni chaqiryapti. Biz bu yoqda odamga so'kkanimiz yo'q. Prezidentimiz aytayapti. Hammani butun O'zbekistonda 36 million aholi bo'lsa, kameraga olishga ruxsat degan, ochiqlik degan. Bizni oldirmayapti, kameraga oldirmayapti. Bizga faqat qayerga borsak, prokuraturaga borsak, nima qo'riqlashni chaqiradi, Oliy sudning oldiga borsak, Oliy sudning oldida chaqiradi. Bizda terrorchi bo'lmasak, yo boshqacha bo'lmasak, prezidentimiz mana bu sizni siyosatingizga dushmanlik qilyapti bular. Prokuraturaning o'zi. Mana biz prokuraturaga borsak, prokuraturaning oldida keladi qo'riqlash. Bizni qo'riqlash, bizni nimamiz qo'riqlaydi? Biz hech joyda ishlamasak, oddiy xalq bo'lsak, yo bir yerda mojaro topmasak, yo birovga so'kmasak, yo to'polon qilmasak, Qani komanda chaqirib berasizmi? Keling. biz bu yerga yonganimizdan, adolat yo'qligidan kelyapmiz. Adolat yo'qligidan. Bizga qo'riqlash kerak emas, bizni qo'riqlash kerak emas. Terrorchi emasmiz. Oliy sudda qo'riqlaydi bizani. Men prokuraturaning oldiga kelsak, prokuraturaning oldida. Bizani Biz qayerga borish kerak? Hech kim bilan uchrashtirmayapti bular. Bizani izimizga qo'riqlash kerak emas. Bizani tekshirsin, yo terrorchimizmi, yo bomba bormi yonimizda? Bizani tekshirsin. O'zbekistonda har kim mustaqil. Bu nima degani bu? Bizani izimizda qo'riqlab, bu yoqqa borsak, bu yoqdan qo'rqsat, bu yoqqa borsak, bu yoqqa olib ketib qolaman, u qilaman, bu qilaman dedi. Terrorchini topsin, o'g'rini topsin, mana jinoyatchini topsin, mana jinoyatchi. O'ynaganimizdan kelganimiz yo'q, biz 1100 kilometrda. Mana bu 80 ga kelgan anaqa yuribdi. O'ynaganimizdan kelmadik, mana. Mana jinoyatchini topinglar. Mana jinoyatchini. To'polon qilmasak, birini urmasak, birini molni o'g'limiz bizga kerakmidi qo'riqlash? Siz qarshi chiqyapti bular. Orsin bizani O'zingiz aytgansiz. Hamma yoq ochiqlik bo'ladi degansiz. Hamma yoq kamera bilan bo'ladi degansiz. Mana biz kamera bilan kelyapmiz. Ochiqlik shaffof. Kamerasiz kelsangiz bo'lmaydi bu yerga. Kamerasiz kelsangiz hozir nima qilasiz? Faqat oliyda ber deydi. Prokurorning qarori tekshirmagan, tergovchini keladi. To'g'ri sudga o'tirib olgan buni. Biz kimdir mana shu shaxs chaqirib katta rahbarlarga. Bu yoqqa borib charchadik biza. Quri aldab jo'natadi. Bizga mamlakatga chiqib, xalqqa chiqib bir murojaat qilsin. Men buni haqiqat izlab yuribdi yoki noto'g'ri yuribdi deb. Hamma prezident dushmani. Bu prokuratura Hamma izida yuribdi. Mana 80 ga kelgan. Bu anaqani qo'riqlashga odam kerakmidi? Komandir? kim kameraga Yo'q, siz olmayapsiz, bizni qo'riqlayapsiz bizni. Yo'q, siz tushunmayapsiz. Biz murojaat qilgan kelganmiz. Bizga nima qo'riqlashga odam kerak? Ha, bizga kerak emas siz. Baraka topku. Nima bor? Prezidentimiz aytayapti. Hamma yoq ochiqlik, kamera bilan bor deyapti. Qayerga borsa kamera bilan bor deyapti. Hech kim to'sqinlik qila olmaydi senga deyapti. Prezident haqiqat, adolat deyapti. Bular prokuratura unga to'sqinlik qilyapti. Mana prezident dushmanlar mana shu yerda. Prokurorni hamida aytyapmiz. Prokuror chiqsin. Hop, mana bu xalqning oldiga chiqsinlar. Noto'g'ri bo'lsa bizga jinoiy javobgarlikka tortsin. Noto'g'ri dedi. Biz ketamiz. Mana Svetlana Artikona degan u kim edi ham? Hech kim bilan gaplashmaydi ham. O'zicha masalan Ben iltimas kelyapmiz. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevdan iltimas kelyapmiz. Bularning o'zi qo'rqadi. Bizga nima kerakmidi qo'riqlash? Biz nima qilib qo'riqlashni? bizga qo'rqash nima kelibdi u, o'zi nima qilganini bilmaydi u. Nima biz o'g'irlik qilganmizmi? Ya sizlar to'polon qilmadik. Ko'rmi sizga kim murojaat qilib turibdi? Svetlana chaqirdik bizlar katta mas'ul rahbarni. Chaqirib bersak bo'lmadi. Yo'q, ularni kerak emas. Yo'q, keldimi bittasi? Ya bu keldi. Bu hal qilmaydi, bizga Svetlana O'shanga aytmadingizmi? Yo'q, tushundik. Sizga suytmayapmiz, baqirmayapmiz. Bizga men adolat bilan, men qonun bilan kelyapman. Hop, sizga chaqirib berdik mas'ul xodimlarni. Mas'ul xodimlar keldi, aldab ketdi. aldab ketdi. Endi chaqirib berdik. Albatta. Aytmadingizmi o'shanga? Bizga faqat Svetlana Artikova bilan nima qilib yo'ldoshib kerak, boshqa odam ishni hal qilmaydi. Mana shu chaqirib bering bizga. Biz nima, Mana zerikkan 80 ga kelmadik-ku. kelgan mana anaqa har ertalabdan beri mana kelgandan beri turibdi. Men bu qo'riqlashdan men bu anaqani hali shu terakada anaqadan qo'rqib qoldi. Nima bo'lyapti ekan deb. Mana qo'riqlash bu yoqdan u yoqqa o'tdi. Uni uğraşmasman aka post patrul xizmatiman. Yo'q, shunda biza nima qilamiz? Nima ish qildik? Biz nima ish qildik? Biz buzmadik, hech kim bilan urushmayapmiz. Ha, bizga yordam bering mana. Svetlik ortiqlarni chaqirib bering bizga. Ha, sizning qo'limizdan menda hujjat chiqdi. Chaqirib ber. Qaror. Chiqmadi-yu, mana kamera bor. Ha, qiziq ekan bular. Shahar sudiga borsa ham milliy gvardiya chaqiraman, oliy sudga borsa ham. Biz bu yerga o'ynaganimizdan kelganimiz yo'q. Bo'lsa nima keling deb tushmaydimi rahbarlar oldiga, xalqning oldiga murojaat qilib. Bittasi murojaat qilganimiz, bittasi tushib turib aytmaydimi? Men bunda aybi bor demaydimi?
Qani prokuratura bir vijdonlisi bo'lsa chiqsa, mana bunaqa deb gapirsa bizga. O'zbekiston xalqi mana haligi ertalabdan mana 80 ga kirgan onasi kelganiga soat 12 bo'ldi ichkarida. Men bu prokuratura xodimlarimiz sayat salqinda o'tiribdi. Anaqa men ko'chada quyoshda yuribdi. Ha bular ichkarida davlatning tekin oyligini olib ishni ko'rmasa, xalqni himoya qilmasa, prezidentimiz aytgan, "Ha bu xalqni himoya qiladi" degan. Ha bular kelib, Bo'lmasa komandir bizdan kamera bilan kirishga ruxsat bering. Mana siz prezidentga sodiq bo'lsangiz, mana onaqani kirzing kamera bilan. Bitta yosh katta odamni tushunasizmi? Shu odamni kirzing kamera bilan. Mana murojaatda aytadi. Gapirsam bo'ladimi? Gapiring. Hurmatli fuqaro. Fuqarolar qabulxonasi u binoda joylashgan. Kimdir qabul qiladigan bo'lsa, qaysi prokuror qabul qiladigan bo'lsa ham u binoda qabul qiladi sizni. Okey. Qabul bo'limiga borib salqinda o'tirsangiz bo'ladi. O'rindiqlar bor, qabul bo'limiga kirgizadi. Bu xolani kun issiqda turibdi, kirgizmayapti deyapsiz. Qabul bo'limiga borsangiz, xolani ham sizni ham kirgizadi. Qabul bo'limiga. Yo'q, biza mana shu yerda kamera, telefon orqali kiradigan bu yoqdan ruxsat so'raysiz aka. Bu yoqqa Mendan emas. Endi biz Qabul yana- bo'limi yoqda aka. endi bizning yana murojaatimiz mana bu Nig'matulloh Yo'ldoshovning o'ziga faqat. Bu yoqqa emas. 2 yildan beri borganmiz yo'q. Bu yoqda ish bitmadi. Endi Svetlana bilan Nig'matulloh Yo'ldoshev kerak bizga. Bu yoq. Siz bilan murojaatimiz, siz bilan. Siz o'zingizga. Mana. Prokuratura xodimlari bizdan eshitmasdan ketyapti mana. Prokuratura xodimi endi bilmadik, obed bo'ldimi, hammasi chiqib ketyapti. Mana boya hech kim yo'q deydi, hammasi chiqyapti. Mana Svetlana Artikova mana chaqirib dedik, hali chiqmadi. Kelmadi ham, biz bilan hech qaysi uchrashmadi ham, bizlarning muammomizni eshitmadi ham. Biz kelamiz, ketamiz. Nima keldi ham demaydi, nima ketdi ham demaydi. Bu prokuratura xodimlarini o'zingiz bir nazoratga olmasangiz, mana ko'ryapsiz, YouTube'ga chiqaryapmiz. Birortasi bizning murojaatimizni hali YouTube'ga chiqib Munosabat bildirgani ham yo'q, aytgani ham yo'q. Faqat qabul qilaman dedi, kamerani dedi, tashla dedi, ichkariga kir dedi. Bu yana aytadigan gap shu. Faqat ariza berdi. Mana ariza, mana. Prezidentimiz aytgan, YouTube ommaga chiqqan har bittasi ariza degan. Mana ariza beryapmiz. Arizaga javob ham bermayapti. Sizdan iltimos, Nig'matulloh Yo'ldoshev. Biz sizni binoingizga kelib charchadik. Ben Svetlana Artikovna tushadi dedi, obed bo'ldi. Endi biz obedga kelsak, bu ham chiqib ketadi o'shalar. Mana chiqib qochadi, qarab o'tiribdi kameradan. Qachon ketadi ekan bular, qachon chiqaman ekan. Bu adolat bormi prokuraturada? Prezidentimiz o'zi oldin to'g'ri aytgan. Prezident ya prokurorlarimiz ya to'g'ri ishlaydi degan. Ya prokurorni yapaman degan. Mana to'g'ri ishlamayapti prezidentimiz. Mana ha birontasi ham tushmadi, biz bilan uchrashmadi. Keladimi yo kelmaydimi? Ha, onasi bu yerdan kelmasin, men bu yerdan chiqaring, ular kelmaydi. Qabulxonaga borsangiz, fuqarolar qabulxonasida Charchab ketdi, 1,5 yildan beri charchab ketdik-ku. Bu kim mana qilsa eshitadigan. biz bu yerda fuqarolar qabulxonasi yozilgan joy ham yo'q-da. To'g'rimi? Ya, u kerak emas bizga. Salom berishing. Keldik yana hali o'tiribmiz och qoringa mana shu yerda. Ha bizlarni kutib oladigan odam bormi yerda prokuraturada? Mana. Ertalabdan kelganimiz. Qabulxonadan keldi, o'g'illar eshitdingda. Qaysi qabulxonadan keldi? Har yoqdan U yoq qabulxonadan kerak degan men bu Svetlana Artikovna kerak deyapman. Nig'matulloh Yo'ldoshev o'sha u yoqdan kelib bo'lgan. Ha biza Xorazmdan kelib turibmiz. Ha ular ustida jam qilib yana ularni oldiga boramiz. Ha biza Xorazmdan kelib turibmiz. Bu yerda uyimiz ham, joyimiz ham yo'q. Ha sizni xo'jayiningiz ustiga boramiz. gapiraymi? Yo'q, hali biz gapiryapmiz. Bo'ldi gap. Yo'q, bizga Svetlana Artikovna kerak dedik. Ertalabdan kelganimiz bilan onaxon och o'tiribdi. Och, soat 4 bo'ldi. Hali prokuratura xodimlari 2 marta kelib Ben yo'q dedik. Keldi. Ha bizga birodarni chaqirib bering deyapmiz. Svetlana Artikovna chaqirib deyapmiz. Kelinglar, o'tib ketaylik. Tamam. Nogiron bo'lsin uloyim, bolalari ham 7 pushta nogiron bo'lsin o'sha. Rahmat sizga, rahmat. Haqiqatni aytib qolacağım. Haqiqatni bundoq keling. Agar ko'rib o'tirgan bo'lsa, Xudoning qahriga uchrab gur qabul qilmasin ilohim. Ana dardam ichidagi onajonman mana. Rahmat sizga. Bir kun yemoq, bir kun qismoq dunyodir bu. Bir kun qilsasan-ku. Onajon, Xudodan toparsan. biz ham Xorazmdan 1200 kilometrdan kelib turibmiz mana.
1,5 yil bo'ldi mana kelamiz mana shu yoqqa. Bizning eshitadigan odam bitta yo'q prokuraturada. Samarqandda 2018da kelganman, o'shandan beri ko'chadaman men. Men Samarqanddan kelayotgan emasman, tem bo'ling mana. Mana hamma kiryapman ichkariga, bizlar bir ichkariga kirmaydi. Bizlar qabul qiladigan. Mana onaxona mana endi chiqyapman ichkaridan. Ertalab kelganman, mazza yo'q mana. Chiqarvaring, hamma bilsin. Bu O'zbekistonda bu adolat, haqiqat dedi. Hech qanaqa haqiqat, hech qanaqa adolat yo'q. Ertalab kelib turibmiz mana. Darvoza oldida ertalab turibmiz mana. Men kirmas so'rang qani, nima kimdir keladimikan, kimdir bormikan bizani? Bizani ko'radigan. Komandir. Bizlar chaqib beradigan bormikan bu yerda? Kelib so'ramizmi? Ular ham kiradimi? Hammasi kelgan yig'ilishga. Mana. Yig'ilishga kiryapti mana bizdan oldimizga hech kim kelmaydi. Hamma tepadagilar bor. Nima bo'ldi?